Top, bu mashina arendaga olganim yaxshi bo'ldi. Qishloqdagilarga ham maqtanaman, keling. Da. Ekanmi? Mayli, parkovka qilib qo'yaman yerga. Ani sekin, astalik bilan sekin qo'yaman. Opa, ana. Voy, juda ham baland ekan. Nima deyapti? Xullas shunaqa deng, men boraman unda. Qayerga bormoqchisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ho. Bular bormaydimi? Bilmadim buni. Nima? Qayerga? Xullas, biz yangi politsiya mahkamasi qurildi. Shu yerga bizga yaxshi ishchilar kerak. Baquvvat. Shunga olib ketmoqchi edik. Ilya degan mana bu brat ketarkan. Ertaga olib ketamiz. E'lon berilmadi-yu. U haqida e'lon berilmaydi, bu maxfiy ish. Yo'q. U tayyorlangandan olib ketmaysizmi? Yo'q, maxfiy deyapman-ku. Mayli, lekin bormoqchimisiz? Ha. Oylik to'larkanmi? 20 million ekan oyligi. Mayli, men bormayman, o'zim ishlarim bor, o'zim ishlarim ham yaxshi. Davay, ertaga ketamizmi? Ertaga yo'lga chiqamiz. Xo'p. Tak. Mashina haydashni ham bilmaysan, qoch, to'g'rilab beraman. Shart emas. Xo'p, men unda Tak, mashaga qo'yib tur. Ay. Lekin o'zi chiqsa o'ldiradi. Mayli, barchaga sog'lom do'stlar, sizlar bilan Minecraft'ni qaranglar. Yangi mashina sotamadim. To'g'rirog'i arendaga olib turdim. Redcarddan sekin astalik bilan sekin. Hali mashina haydash bilmayman, nimaga berdi menga bilmadim, borib o'zim oldim-da. Mana uyini to'g'rilab qo'yaylik. Tak, bunday edi. Ilaka, cho'tam yaxshimisiz o'zingiz? Yaxshi. Men agar ishlarimga chiqaychi, lekin borayotganingiz yaxshi bo'lmadi-da. Men birga video olarmidik degan. Video olib yurish hozir uje ishlashim kerak, bilasan-ku, kelajakni o'ylashim kerak-ku meni. Kelajakli odam bu, ishli odam. Video olish tashlaysizmi deyman-a? Video olish tashlamadim, endi agar vaqt bo'lsa uyga kelganda dam olishda olib turishim mumkin, dam olishda. Tak, bularda ko'p ish bo'lar ekan, 24 ga 7 ishlarkanman. O'sha yotib ishlarkanman. Unda o'libsiz-da. Qarang, tagini surishtiring, lekin unda tayyorlangan odamlar olib ketardi-da. Armiyaga borgansiz, armiyaga hali berib bormaysiz. Lekin unaqa imkoniyat kelganda foydalanib olish kerak. Foydalanib olish kerak. Soxta odam bo'lsa-chi, nima qilasiz qaytasiz? Milisa ko'rmayapsanmi? Mashinalarda formalar turibdi. Mana Redcarddan Milisan mashinasini olib turib forma kiyib olishni bilaman, lekin Redcardda mashina, Milisan mashinasini ber aka, assalomu alaykum, tinchmisiz? Men yaxshimisan? Ha. Mana ularni olib keldim. Bo'ldi, sho'cha qo'yib keldir. Oylik qachon tushadi? Erta tushsa kerak. Yaxshi unda. Mayli. Endi men juda yotib olsam, juda ham charchab ketdim. Toshmat akam yig'ishtirdimi deyman-a. Mayli, bir qishloqda aylanib ilaka qaytasiz. Hozir men o'zim kiyimni sotyapman. Unday soni olmang. Jitir yaxshimisan? Salom berishni bilmaysan. Bosh. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xullas, biz yangi mahkamaga yaxshi, kachok yaxshi bir normalniy ish qo'ldan kelgan odamlarni yig'atdik. Men nima xizmat? Ketmaysizmi? 30 million oylik beramiz. 30 million? Bo'ldi, boraman. Qanqirish ish topolmay o'tirdim. Ertaga ketamiz. Tayyorlanib, forma hammasini yig'ib qo'ying. U yerdan qaytib kelmashingiz mumkin. Ko'p pulni o'sha yerda yotib ishlaysiz. Bo'ldi. Farqi 30 million beryaptilar. To'xtang. Nima deysiz? Siz ham ketishga qaror qildingizmi? Yo'q, 30 millionmi-da, yo 20 millionmi? Oylik. Sizning ishingiz bo'lmasa, Cho'tan ituda ilakam qani? Ilaka, qaytasiz? Ilaka. Ilaka. Yo'q ekan. Ilaka? Ha. U 30 millionmi, 20 millionmi? 20 million. Ana jitlik 30 million dedi. Yani problem qalay? Yaxshi. Ana jitlik 30 million dedi lekin oyligi. Ha? Ma'lum qo'yur 20 million oylik yetadi. Men shundan yetadi. Shuni ko'tarib olaman, keyin milisani boshlig'i bo'laman, keyin bo'ldi. Lekin o'zingizga qarang-da ilaka. Men unda bir kuri aylanib yugurib kelay. Cho'ta mashiniklarni hidi kelyapti-da bolalar. Sportdan test olsa yiqilib yurmay. Yurmay qoldimmi? Cho'ta mashiniklarni hidi kelyapti bolalar, chunki mana mashinani qaranglar ketibdi.
Nomeri nechi buni endi? Nomeri ham yo'q, qaranglar, nomeri ham yo'q даже. Nom mashinasidan politsiya enter lekin yo o'xshamaydi deb o'ylayman, chunki politsiyaskilar. Alo, boss. Kelib. Ishg'ol. Berkina qolaman. Ishg'ol. Men mashinani oldida turibman. Ishg'ol, boss. Da, ishg'ol. No, уже hozircha 2 kishi gaplashdim, kechgacha yana 3-4 kishi gaplashsam, 5 kishini olib borib sotib olsak, normal so'qi bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Mana charchaman. Bitta o'yinchi, bitta jetel. Bo'ldi, men unda mashinani keyin hammasini sotib olgandan keyin joyiga qaytaraman. Bo'ldi, yoki yoqib yuboraman mashinani. Davay, boss. Nima deyapti bu galvas do'stlar? Tak mashinaga o'tirib oladi. Eshitdinglarmi? Mashinasi ham soxta ekan. Eshitdinglarmi? Bu haqiqiy politsiya emas dedim sizlarga. U mashinik odamlarni sotib olarkan. Yaramaslar qayerga sotarkan bular? Yaramasa ilakam qani? Xabar berishim kerak ilaka. Qaytasiz, ilaka. Ey, jinni boshim uradi dedim. Ilaka, anu ketmang, ketmang. Anu militsiyalar soxta ekan. Ilaka, meni ko'rmashiga boshladi. Yo'q, ilaka, eshitding gapimni? Qarochi hozir men gaplashganini eshitdim. Alvin, o'zim bilan qurol olib borsam bo'larkan, qara. Birinchi marta eshitdim shunaqasini. Jinniramsiz, o'ta qurol mumkin emas, pistolet beradi faqat. Ilaka, qarochi. Olish ruxsat berdi. Qarochi, ilaka, gapimni eshiting. Hozirgina Muhammadda egasi bilan gaplashdi. Ular odamni sotib o'rarkan, sizni ham sotib o'rarkan. Qo'ysangchi, ko'ramayapman. Ilaka, rostini aytyapman, ko'zingizni oching, mana ko'zingizni. Isbotlamagunicha ishonmayman. Ilaka, isbotlaymi? Bugun kechga kuzatamiz. Nega aynan kech? Ertaga ketishadi-yu, jinni. Bo'pti. Nima deydi? Bu ertaga ketamiz. Agar gaping yolg'on bo'lsa, chochingni birinchidan kalga olaman, uyi hamma narsa meniki. Bo'pti. Oy, bo'lar, ishqilib sport o'ynab qo'ydim. Ishqilib xato ishchan bo'lmasin, xato ishchan bo'lmaydi, ishqilib eshigim ochiq. Oy, bo'lar, nima qilaman endi? Ilakanman. Hozir aytmaganimni sotaverardim, nima qilay? Nima qilyapti bu? Snayperlarga o'rganyapman. Ilaka, bormaysiz dedim, bormaysiz. Sekin, mana shu yerga sekin parkovkamni qilib qo'yaman. Astalik bilan sekin bo'ldi. Ana. Nima qilyapsiz? Jinniramsiz? Mashinani tezlarda yotamiz, hali yerda o'rganyapmiz. Jinniramsiz? Mashinani tez yotamiz biz hali yoqda. Ilaka, hozir mashina bosib qolsa nima qilasiz? O'rganyapman mashinani tez. Turingizdan jinni. Bosib ketaman, noz shu bolani. Turing dedim men sizga. Voy, bo'lar, yo'qlanib ketyapti. O'sha obed ham bo'ldi. Menimcha, yo'lda uxlab olay, hali kechga. Kuzatishimiz kerak. Turib ketdim. Soat necha? 3 bo'pti. 12 ekan. Ko'zimga mana. Ilakam to'g'risim kerak edi. Telefonimni olay. Anarini yo'q bo'laman. Tak, ilaka. Oy, turing, ilaka. Ustiga kiyib yotibdi. Ilaka, turasizmi yo'qmi? Turing. Ilaka. Turmaydimi deyman bu? Bitta basharasiga kalbasa. Ilaka, turing. Turmayapti bu. Ilaka. Ajmani, razdo, kapitan shu yerdaman. Turing. Ilaka. Hozir muzika qo'yib yuboraman bitta. Tak. Ana. Ilaka, o'chir. Ilaka, turing. Hozir men buni ko'rsatib qo'yaman, uxlash. Turing, ilaka. Turing. Ilaka. Turing. Ilaka. Kapitan ketyapman. Ilaka, to'xtang. Stop, to'xta. Kapitan, xudo qochsin mayli. Oldinga. Endi turdi, aniq turdi bu. Aniq turdi. Turdimi ilaka? Ketdik. Kuzatamiz. Ilaka. Hoy. Xolam turmadimi? Hoy.
Voy, endi turdi. Voy. Leke? Leke? Turmayapti bu. Ben uzun video olaman qarab tursam hozir. Kameramni olib chiqib kelib video olmamni ko'rsataman. Hozir. Tak, kameram qaysi tomonda edi? Mana shu yerdamidi? Yo, bu yerda emas. Bu yerda emas. Mana kameram. Bo'ldi. Endi mana bu yerda har narsaga qarshi mana buni olaman-da. Hozir. Tashlanib qolmasin tag'in. Xo'sh. 12 da yursa kerak ular. Tak, kamerani tak yoqamiz. Yoqdim bo'ldi. Tak, qayerda ekan bu? Yaramaslar. Hali kelyapti. Xo'sh. Sekin shuradan video olaman. Mana u kelyapti. Kelyapti. Bola, ko'rasizlar? Ilakam uchun video olaman. Ana u kelyapti. Kel. Qayerga ketyapti bu? Yaramas. Bu gaplarini isbotlaysan. Xo'sh. Kelyapti. Hop. Tak, boss. Xullas, shu zoq tayyor. Ertaga avtobus keladi, ularni olib ketib o'rmonda adashlar o'sha tuzda ushlaymiz hammasini. Shundizi, men xullas bugun o'zida 5 kishini ushladim. Xullas biz o'yladik, ular ancha kerakli odam ekan. Ularni hech kim sotmaymiz-da, kontrabanda qilamiz. Qo'liga avtomat berib urushga chiqarib yuboramiz. Shu yaramaslar. Tak, bizni qandaydir bitta o'yinchi xitlab qo'yapti. Shuni nima qilay? Da oq kiyimdagi qandaydir sariq sochli. Bo'ldi unda. O'ldirib yuboraman hozir. Davay. Xo'sh. Qaysi video yashardi bu? Tak. Meni o'ldirmoqchimi bu? Qaysi video yashardi bu? Hozir. Men senga o'ldirish qanaqaligini ko'rsataman bo'ldi. Xo'sh. Uni otib tashlaymiz. Tak, birodar, eshikni oching. Tak, politsiya. Oy, kabinga qara. Nima? Yaramas, meni otib tashlamoqchi-da. Hamma qurollarni olaman. Bola, nima bular? Xo'sh, ona endi tezda ilakamga bu videoni ko'rsatishim kerak. Qo'ymasini mana shu yerga qo'yaman. Kamerani olib olaman. Va telefonimga tashlayman. Buni ham telefonim bor ekan. Hozir men ilakamga uni ko'rsatishim kerak. Xo'sh, ol kameradan telefonga o'tkazamiz. Bolotda. Nima bular? Yaramas. Bularni qo'yib qo'yamiz. Ilakam qayerda?